Assalomu alaykum akalar, xudo xolasa Qarshi yilida Kia Bongo bo'ladi. Akalarimiz bizani Instagram, YouTube tarmoqlarida kuzatib borar ekanlar. Xudo xolasa ishimizga havas qilib, mana shu xolamizga tashrif buyurdilar. Akalarimizga variantlarini ko'rsatib o'tdik. Akamizga bitta variant ma'qul bo'ldi. Bu qaysi variant deydigan bo'lsanglar, tentli, orqasi ikki yonga ochiladigan darvozali bo'ladi. Pollariga finskiy fanerlar qilib beramiz xudo xolasa. Mana hozir ish jarayonidan oldingi holatlarini ko'rsatib o'tay dedim. Bizni kuzatishda davom etsanglar, bitgan holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, buni pol qismidan boshlab yasaladi karkaslari. Balandliklari necha bo'ladi aka deydigan bo'lsangiz, balandliklari pol qismidan tom qismigacha 1.85 qilib beramiz. Okalar, bu Kia Bongoni mana niyat qilganlar bo'lsa, ichki tomondan bitta obzorini qilib beraman. Kia Bongo juda ham bir aqlli mashina. Niyat qilganlar like bosib ketasizlar, xudo xolasa hammaga nasib qilgan mashinalardan. Oldi tomondan ko'rinishlar akalar. Kimga shunaqa tent xizmatlari, furgon xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastida nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar, ishinglarni tez va sifatli va eng muhimi ko'nglingizdan joy oladigan darajada qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obzorimiz yoqqan bo'lsa like bosib, podpishka qilishingizdan so'rab qolamiz.